Sun'iy intellektga implant haqida savollar beramiz. Qaysi biri yaxshiroq, syomniy protez yoki implant? Implant yaxshiroq, chunki u qulay, mustahkam va tabiiy ko'rinishga ega. Siyomli protez esa ko'proq vaqtinchalik yoki alternativ yechim sifatida qo'llanadi. O'zi odatda bu javobga ham qo'shilmayman. Syomniy protezdan vaqtinchalik yechim sifatida ham foydalanmaslikni tavsiya qilaman. Sababi u suyakni atrofiyasiga sababchi bo'ladi. Implantlar sog'liq uchun xavflimi? Yo'q, implantlar odatda xavfli emas. Ular ko'pincha titandan tayyorlanadi. Bu esa organizmga mos keladigan material. Shu sababli u organizm tomonidan rad qilinmaydi va suyakka mustahkam birikadi. Bu javobga qo'shilaman, hammasini to'g'ri javob berdim. Qo'shimcha ravishda aytishimiz mumkin, implantlar tarkibiga kiradigan titan faqat tish implantatsiyada emas, balki umumiy meditsina hamma yo'nalishlarida foydalanilyapti. Misol tariqasida son chanoq bo'g'imini yemirilishlarida ham, sun'iy bo'g'im sifatida ham foydalaniladi. Implant ustiga koronka qancha vaqtda qilinadi? Koronka qo'yilishi uchun implant to'liq suyak bilan birikib, barqaror bo'lishi kerak. Bu jarayon odatda taxminan 3-4 oy davom etadi. Bu javob ham noto'g'ri. Hozirgi vaqtda suyak tipi qattiq bo'lgan bemorlarda implant qo'yganimizdan so'ng vaqtinchalik koronkani hatto bir kunda yoki maksimal 7-10 kun ichida qo'yib beryapmiz. Bu implantning bitishiga hech qanaqa nojo'ya ta'sir qilmaydi. Qaytanga uni aktivlashtiradi. Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, tibbiyotda aynan implantatsiyani o'zida sun'iy intellektga savol berib, undan javob kutgandan ko'ra 3D rentgen bilan vrach qabuliga kelib, to'liq ma'lumot olganingiz ma'qul. Konsultatsiyada kutib qolamiz.